Harbiylar sumkasi va qurollari osiladigan remень qanday bo'lishi kerak? Harbiylar ishlatadigan remень bu oddiy remень emas, u qat'iy talablarga javob berishi kerak. Harbiylar jihozlarda ishlatiladigan remень yoki arqonlar tasodifiy tanlanmaydi. Ular qat'iy standart va qoidalarga mos bo'lishi kerak. Birinchi qoida mustahkamlik. Qurol, sumka yoki jihoz osilganda remень og'irlikni ishonchli ushlab turishi kerak. Ikkinchi talab ishonchli tekstura. Remень qo'lda sirpanmasligi va ushlaganda qulay bo'lishi kerak. Harbiylar uchun tezkor harakatda bu juda muhim. Uchinchi talab kamuflyaj ranglari. Harbiy jihozlar atrof muhit bilan moslashishi uchun ranglar va naqshlar muhim ahamiyatga ega. To'rtinchi talab bardoshlilik. Namlik, sovuq yoki issiq sharoitda ham material o'z sifatini saqlash kerak. Shuning uchun qurol ilgichlar, harbiy sumkalar va jihozlarda remenyning sifati juda muhim. Virtus Tricot bunday mahsulotlarni ishlab chiqarishda mustahkam material, aniq to'qish texnologiyasi va professional standartlarga e'tibor beradi. Agar sizga harbiy yoki taktika jihozlari uchun sifatli remень kerak bo'lsa, Virtus Tricot mahsulotlari bilan tanishing.